Ayollar majburiyati, qanday kiyinish, yurish, yashashni o'rgatyapsan. Balki ideal erkak qanday bo'lish kerakligini ko'rsatarsan. Xo'sh, soqoli bor xotinlar, ey erkak turkumini qotili. Ha, o'sha klaviatura botiri, davlarni o'zgacha bor dedi. Ayollar ozodligini gapirmasdim, erkaklar ozodligini cheklamasa. Bermoq, jon bermoq deyishardimi? Yo'q, erkak tegmoq, jon bermoq. Ayoliga turmush o'rtoq emas, qotilga aylanibdi, bu senga qiziq emas. Yangiliklarni qara, nima bo'lyapti? Go'daklar otasi tomon zo'rlanyapti. Chista tasodifan erkak bo'lib tug'ilganing ayollardan ustunsan degani emas. Erkak bo'lib yashash uchun bilib qo'ygin, erkak bo'lib tug'ilishni o'zi yetmas. Xo'sh, soqoli bor xotinlar, ey erkak turkumini qotili. Ha, o'sha klaviatura botiri, davlarni o'zgacha